Manipulyatsiyaning 3 ta belgisi haqida gaplashamiz. Birinchisi, sizga ayblov hissini внушать qilishadi. Ya'ni, agar sen shunaqa qilmaganingda, mana shunaqa qilmas edim, shunaqa demaganingda mana shunaqa bo'lmas edi deb, hattoki o'zlarini xatolarida ham sizni ayblashadi. Ikkinchisi gaslighting. Bo'lib o'tgan po faktu situatsiyaga ham, "Yo'q, unaqa bo'lmagandi. Yo'q, men unaqa demagandim. Sen meni noto'g'ri tushungansan" deb, sizni xayollaringizni zaputuvать qilishadi, tuman qo'shishadi. Uchinchi manipulyatsiya, hatto do'stlar orasida ham, sevishganlar orasida ham keng uchraydigan manipulyatsiya. Ya'ni sovg'a hissi. Boshida sizga sovg'alar berishadi, vниманиялар qilishadi, hamma etmaganinglarni ham qilib berishadi-da. В какой-то момент внезапный stop qilishadi-da, sizga, men senga shuncha qilib berdim, sen men uchun nima qilib berasan? Voy, qara, men senga shuncha qildim, lekin menga shu darsdan daraj qilib bera olmaysan-a?" deb sizni manipulyatsiya qilib, bo'ysundirishga majbur qilishadi. Agar shu format sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentlarda reaksiyalar qoldiringlar. Yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.